Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Amerika Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissari Michel Bacheletning Sharq Turkistondagi ziyoratining to'solg'usiz va cheklimsiz bo'lishiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michel Bachelet xanım özünün bu yıl 5. ayda Xitoyni ziyorat qiladiganligi va bu ziyoratda Sharq Turkistonga berish haqida Xitoy bilan kelishganligini e'lon qilgan edi. Holbuki u bu ziyoratining haqiqiy unumli bir ziyorat bo'lish bo'lmasligi kuzatuvchilarning qattiq diqqatini qo'zg'amoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerikaning Janvardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida doimiy turishliq elchisi Shiba Kroker Xitoydan bu ziyoratning to'solg'usiz bo'lishini talab qilgan. U mundaq degan: To'solg'u ichida qilingan ziyorat faqatla Xitoyning rayondagi musulmon Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qaratayotgan dafsandichiliklarni inkor qilish tashviqotiga xizmat qiladi xolos. U yana mundaq degan: Bu ziyoratning ishonchli bo'lishi uchun Michel Bachelet cho'qim Xinjiangdagi bir turkum Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlar bilan xususiy holda uchrashishi kerak. Qabihlik yuz berayotgan va majburiy emgak bog'liqi xabar qilingan joylarga to'solg'usiz kirilishi kerak. Biz Xitoyni Bacheletning Xinjiangning barliq rayonlariga to'solg'usiz va nazoratsiz ziyorat qilishini, Uyg'urlar va boshqa guruhlar bilan uchrashishini kafolatga ega qilishga chaqiramiz. Michel Bacheletning 5. oyda Sharq Turkistonni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabar e'lon qilingandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Michel Bacheletni Sharq Turkistonga qiladigan ziyaratidan mas'uliyatchan bo'lishga, undaq bo'lmaydigan davlat kontrolligidagi bu ziyoratning Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini oqartish, hatto uningga chopon yepib berish roli o'ynashi mumkinligini ogohlantirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı bu munosabat bilan 8 mart kuni dunyoning har qaysi joylaridagi 200 ga yaqin fuqaroviy tashkilotlar bilan birlikda kollektiv bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bachelet xonimdan mazkur kengashning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqida tayyorlab chiqqan umumiy dokladini tezdan e'lon qilishni talab qilgan. Bayonotda qurultay raisi Dolqin Aysa apandimning Michel xonimning Xitoy ziyorati bakmi uchtumtut e'lon qilindi. Ammo masala ularning Sharq Turkistonda cheklimsiz ziyorat qilish imkoniga ega bo'lish yoki bo'lanmasligida degan so'zlarga o'rin berilgan edi. 9 mart günü Atlantik Kengashi yangi IRA rahbarlik programmasi bilan musulmon orqa ko'rinishidagi soha halqagan rahbarlarning dunyoviy to'g'ri bo'lgan Concordia munbir tarafidan birlikda uyushtirilgan Amerikaning keyingi 10 yillik siyosatidagi xiraslarga nazar etgan temadagi xalqaro muhokama yig'inida Uyg'urlar masalasi nuqtali holda ta'kidlandi. Mazkur suhbat yig'iniga davlat amaldorlari, ilmiy xodimlar, fuqaroviy jamiyatlarning rahbarlari va Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 57 davlatdan kelgan vakillar qatnashgan. Bir kunlik bu ilmiy muhokama yig'inining asosli temasi to'g'ri tekshirishi, diniy, irqiy va millati tufaylidan o'chmanlik qilish va fikr erkinligiga duch kelgan xiraslar haqida bo'lgan. Mazkur yig'inga Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi o'tgan yil 20 dekabr kuni tayinlagan Tashqi ishlar ministrligi qarmog'idagi fuqarolar bexatarligi, demokratiya va kishilik huquq komitetining raisi Uzra Ziya xonim to'r orqali qatnashgan. U Amerikaning Islom hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlashib, dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar uchrayotgan zulmga birlikda taqobil turishining muhimligini ta'kidlagan. U yana mundaq degan: Xinjiangda asosliqi musulmon Uyg'urlarga va boshqa etnik guruhlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotganligi aniq. Biz Islom hamkorlik tashkilotining dunyoning har qanday joylaridagi kishilik huquqni qo'g'dash uchun elib berayotgan faoliyatlarga diqqat qilib kelyapmiz. Biz ashu o'xshash ruh bilan Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga va boshqa etnik va diniy guruhlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini to'xtatish uchun Xitoyga besim qilishda hamkorlashishimiz kerak. Uzra Ziya xonim Xitoy hukumatining 2017-yildan boshlab Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlarni lagerlarga solganligini, ularni jismoniy va ruhiy jihatdan xo'rlayotganligini bir-birlab tilga olgandan keyin oxirida Xitoy hukumatiga mundaq deb xitob qilgan: Amerika Xitoy hukumatini davomli ashu xohlagancha tutib turilayotgan kishilarni qo'yib berishga, ularning rahimsiz va vahshiy siyosatini oxirlashtirishga chaqiradi. Biz ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda Xitoy hukumatining jinoyatlarini surishtirishni davomlashtiramiz. Amerika barliq davlatlardan Xitoyning zulmidan qochib ashu davlatlarda panohlanayotgan kishilarni Xitoyga qaytarmasligini talab qiladi. Biz Islom hamkorlik tashkilotining rohingaliklarni qo'llaganligiga rahmat etamiz. Biz o'xshash bir shaklda Uyg'urlarga yurgizilayotgan bostirishga dunyoning diqqatini tortish uchun yaqindan hamkorlashishni umid qilamiz. Mazkur yig'inga Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim taklif bilan qatnashgan bo'lib, u yig'inda qilgan so'zida Uyg'urlarning diniy va milliy kimligi sababidan Xitoy tarafidan uchrayotgan zulmiga islom davlatlarining asosan sukut qilib turayotganligini ayblagan. U mundaq degan: Xitoy islomga urush ichyotidi, insoniyatga urush ichyotidi, ayollarga, bolalarga urush ichyotidi. U yerda xatarda turayotgani islomdir. Xitoy hukumati cheqayotgan masjidlar faqat Uyg'urlarning emas, balki yana o'z navbatida Allohning uyidir. Xitoy hukumati ko'ydirayotgan Qur'onlar faqat Uyg'urlarning o'qishi uchun besilgan kitoblar emas edi.
Agar Islom hamkorlik tashkiloti va islom davlatlarining rahbarlari Xitoy islomga urush ichib uningga sukut qilib tursa, men ularning musulmonligidan gumonlanaman. Uyg'ur musulmon ayollari majburiy tug'mas qildirilmoqda. Ularni majburiy holda o'zining dushmanlari bilan to'y qilishga majburlamoqda. Uyg'ur musulmon ayollarining badani urush maydoniga aylantirilmoqda. Men bu yerda lagerlarga tutib ketilgan hadamning hayotining xavfga uchrashiga qaramasdan, bu yerda sizlarga bu masalalarni anglatyapman. Hech narsa meni to'sib qololmaydi. Men butun dunyoga, bo'libmi musulmon dunyosidagi qarindoshlarga Uyg'urlarning masalasini anglatishni davomlashtiraman. Chunki butun dunyoda 1,5 milliarddan ortiq musulmon bor. Ular Xitoyning jinoyatini surishti qilishda Uyg'urlarning yanada turishi kerak. Ular faqat Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun emas, balki islomni, insoniyatni qo'g'dash uchun o'rnidan dast turishi kerak. Navbatda Uyg'urlarning ahvoli dunyoning va insoniyatning vijdoniy imtihoni bo'lib o'tadi. Ko'p sonli davlatlar va kishilar bu imtihondan o'tolmayotadi. Ro'shan Abbos xonimning so'zi tugagandan keyin yig'in qatnashuvchilari uzungacha chavoq chilib, uning so'zlarini qo'llaydiganligini bildirishgan. Atlantik kengashining a'zosi, kishilik huquq advokati Rayhon Asad xonim mazkur yig'inda to'rdan qatnashgan. U Amerika hukumati Uyg'urlar masalasida nimalarni qilish kerak degan savolga javoban mundaq degan. Bayden hukumati Xitoyning iqtisodiy kuchi qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur masalasida boshlamchilik rol o'ynashi kerak. Boshqa davlatlarning Uyg'ur masalasida Amerika bilan bir safda turishi bek muhim. Bayden hukumati Trump hukumati ilgari Xitoy amaldorlariga qo'llangan jazo tadbirlarini texmi kuchaytirishi kerak. Xitoy har bir dunyo krizidan nihoyat yaxshi foydalanyapti. Kunimizdagi Ukraina urushidan foydalanib, dunyoning diqqatini Uyg'urdan yiroq yo'tkashga urinyapti. Amerika Xitoy bilan klimat o'zgarishi va Ukraina masalasida ittifoqlashsa-mu, ammo irqiy qirg'inchilik masalasida Xitoyga qarshi chiqishi kerak. Klimat o'zgarishi va Ukraina masalasiga Uyg'urlar hargizmi qurbon qilib etilmasligi kerak. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi, Hudson institutining oliy tadqiqotchisi Nuri Turkal apandimning riyosatchiligida 9 mart kuni Washington shahridagi Hudson instituti tarafidan o'tkazilgan to'r muhokama yig'inida Uyg'ur majburiy amgaki masalasi nuqtaliq muhokama temasi bo'ldi. Mazkur suhbatga taklif qilingan Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining professori Laura Murphy xonim bo'lsa, Uyg'urlarga tanishliq bir ism bo'lib, uzun yillardan buyon Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosati, bo'libmi majburiy amgak tuzumi haqida tadqiqot olib berayotgan va London shahrida 2021-yili chaqirilgan Uyg'ur sud kollegiyasida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa haqida guvohlik bergan Laura Murphy xonim bu qitimqi suhbat jarayonida Nuri Turkal apandimning turli savollarga tafsiliy javob berdi. Suhbat riyosatchisi Nuri Turkal oldi bilan so'z ilib, butun dunyoning diqqati Rossiya Ukraina vaziyatiga markazlashib kelayotganda Uyg'ur masalasining bir chetga tashlab qolmasligi kerakligini, yana kelib Sharq Turkistonda qirg'inchilik qilayotgan Shi Jinpingning amaliyotda bu qitimqi urush vaziyatini paydo qilgan Putinning eng yaqin sherigi ekanligini alohida ta'kidladi. U nuqtaliq qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy amgak silishining navbatda ko'p taraflama sohaga chetilayotganligi, shuningdek xalqaro ta'minlash zanjirini bulg'ayotganligi hamda buning Amerika iqtisodi uchun nimalardan derak beradiganligi. Shundaqla Amerika hukumati yaqinda rasmiy qonun tariqasida vujudga chiqqan Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonun loyihasini to'liq ijro qilish lozimligi kerakligini tilga ilib, bu vaqtdagi masalalarni professor Laura Murphyga havola qildi. Professor Laura Murphy oldi bilan Sharq Turkistondagi majburiy amgakning eng chong alohidaliklarining biri bo'lgan Xitoy davlati bevosita oqtirak va bosh ijrochisi bo'lish vaziyati haqida tushuncha berdi. Professor Laura Murphyning qarashicha Sharq Turkistondagi majburiy amgakning bu xil o'zgacha alohidaligini Xitoy hukumati e'lon qilgan turli hujjatlar va xabarlardan bekma oshkor ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Buningda Xitoy markaziy hukumati yerlik har darajalik hukumatlarga ishonchi amgak kuchlari deb atalgan turkum Uyg'urlar Xitoy zavodlariga arzon baholiq ishchi bo'lib avatishga ko'rsatma bergan. Buning bilan bu ishchilarni to'plashni yerlik hukumatlar ixtiyorlik prinsipi bo'yicha emas, balki siyosiy vazifa qatorida ijro qilgan bo'lib, buningga bo'yintovlik qilishga Uyg'urlarning hech qanday iloji yo'q ekan. Chunki buningga yo'q deyishning o'zi qonunga xiloflik qilish bilan barobar bo'lib qolgan. Buni hammali Uyg'ur yaxshi biladiganligi, yana kelib hammali yana qoplagan lager sistemasi bu xil majburiy amgakka bo'yin to'lg'anlarga og'zini ichib turganligi uchun bu vazifa nihoyat tezli plandagidan oshirib o'rinlangan. Mushu xil majburlash choralari bilan to'plangan bu Uyg'ur ishchilar zavodlarga ishga tushgandan keyin ishdan ayrilish yoki iste'fo berish huquqi bo'lmagan. Ular ishlagan zavodlarning tikanlik sim to'soqlari va qurolli soqchilari turmalarini aslatsa, ularni boshqarish choralari normal zavod qoidalariga faqatla o'xshamay qolgan. Professor Laura Murphyning tekshirishchi Sharq Turkistondagi majburiy amgak o'tgan bir necha yilda ushtum tutli o'tirg'i chiqqan yagona hodisa emas ekan. Amaliyotda Sharq Turkistonda necha 10 yillab izchil davom qilib kelgan, shundaqla hech qanday haq berilmaydigan hoshar amgakka nihoyat tipik bo'lgan majburiy amgak hisoblanadi ekan. Xitoy markaziy hukumati necha 10 yillab osti sur'atda to'xtovsiz ijro qilgan va bag'ansir yuqorilab borgan siyosiy kontrollik amaliyotda dunyoga bilindirmay turib butkul Uyg'ur jamiyatiga mustahkam bo'yinturuq silishga muvaffaq bo'la olgan.
Buning eng yuqori pallasi 2016-yildan keyin lagerlarning o'ttirg'i chiqishiga agishib, ondan tashqi dunyoga ma'lum bo'lgan. Bu vaqtda Sharq Turkistondagi barliq emgakning majburlash ostida amalga oshishi reallik bo'lib qolgan. Bu vaqtga kelganda har qanday Uyg'ur har qanday emgakka xo'p deydigan vaziyat shakllanib bo'lgan. Bunday ahvolda Xitoy hukumati nomrodlikdan qutuldirish nomida Uyg'urlarni Xitoy kontrolligidagi ishlab chiqarish sohasida majburiy emgakka solgan. Yevropa, Amerika va Osiyo qit'alaridagi kishilarning ixtiyoriy yo'sinda yezlardan shaharlarga berib ishlab pul tepishiga o'xshab ketadigan bu emgakni Uyg'urlar Xitoy hukumatining majburlashi orqasida ro'yobga chiqargan. Ammo ularning bu jismoniy emgaki g'oyat zo'r boylik yaratgan bo'lsa-mu, bu boylikdan Uyg'urlarga hech narsa tegmagan. Bu xil mustamlikachilikning andisiga xos emgaklar ijro bo'ladigan zavod fabrikalarda jismoniy emgak Uyg'urlarga aqliylik bilan ijro bo'ladigan boshqarish va setish xizmati Xitoylarga mansub bo'lib kelgan. Professor Laura Morfining fikricha G'arb hozir navbatda dal mushu xil majburiy emgak mexanizmi bilan mengayotgan ta'minlash zanjiriga bog'lanib kelayotgan bo'lib, bu vaqtdagi haqiqiy ahvoldan xabarsiz millionlagan kishilarning bu vaqtda tushunchaga ega bo'lishi hamda majburiy emgak halqalaridan aloqasini uzib, qo'lini yuvishi bek cho'ng ijobiy ahamiyatga ega ekan. Rossiya Ukraina urushi boshlagandan keyin bir qism g'arb shirkatlari Rossiyadan chekinib chiqqan bo'lsa-mu, bu xil vaziyat Sharq Turkistonda texi ishga oshmagan. Ya'ni kelib Xitoy omilining barliq ishlab chiqarish halqalariga singib ketishi hamda ba'zi halqalarda Xitoyning mahsulotlarisiz ish ko'rishga iloj bo'lmaslikdagi reallikning shakllanib bo'lganligi navbatda buningga ko'plagan to'sqinliklarni paydo qilmoqda ekan. Shu sababdan Amerika hukumati ma'qullagan va qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasini o'z vaqtida ijro qilish bu jihatda muhim ahamiyatga ega ekan. Yaqinqi bir necha oy ichida Hudson instituti mushu xildagi Uyg'ur masalalarga beg'ishlangan temalarda ko'plagan muhokama yig'ini uyushtirgan bo'lib, bu yig'inlarda Sharq Turkistondagi turli realliklarga nisbatan qanday siyosat belgilash masalasi markazlik holda muzokara qilinib kelmoqda ekan. Avstraliya Emgakchilar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi, Uyg'ur davosining sodiq qo'llovchisi Kimberli Kitchen xonimning 3-oyning 10-kuni 52 yoshida tuyuqsiz olamdan o'tishi Avstraliyada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cho'nqur azoblantirdi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Avstraliyadagi Uyg'ur ommaviy tashkilotlari ijtimoiy taratqular orqali ta'ziyanoma e'lon qildi. Mazkur bayonotlarda hurmatli Kimberli Kitchen xonim olamdan o'tdi. Hamda 52 yoshga qadam qo'ygan edi. Uning vafoti Sharq Turkiston davosi uchun zo'r bir yo'qotish bo'ldi. Oilasiga va urug' tuqqanlarga sabr tilaymiz deyilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Avstraliyaning parlament a'zosi bo'lgan Kimberli Kitchen xonimning vafot xabarini anglab bakmo afsuslandik. O'zi 52 yoshga kirgan qobiliyatli yosh siyosatchi edi. Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati boshlangandan keyin Uyg'ur masalasiga nihoyatda ko'p ko'ngil bo'lgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini Avstraliya parlamentida ma'qullikdan o'tkazishga tirishgan parlament a'zosi edi. Garchi bu qaror texnicha chiqmagan bo'lsa-mu, buni chiqarish uchun tirishchilik ko'rsatdi. Majburiy emgak qonunini Avstraliya parlamentida o'ttirg'i qo'ygan edi. Xitoyning dunyoning bexatarligi uchun zo'r tahdid ekanligini har yerda, har so'rinda jasurlik bilan o'ttirg'i qo'yib kelgan edi. Texi yosh edi, yurak kasali bilan olamdan o'tibdi. Bu faqat Avstraliya siyosatidagi yo'qotishlar emas, balki Avstraliyadagi Sharq Turkiston davosi uchun zo'r bir yo'qotish. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan marhumga va oilasiga cho'nqur ta'ziyamizni bildiramiz. Kimberli Kitchen xonim Avstraliya parlamentida Uyg'urlarning ovozi bo'lib qolmasdan Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlarining faoliyatlariga davomli qatnashib, Uyg'urlarni qo'llab kelgan va ular bilan hamkorlashib nurg'un faoliyatlarni olib borgan. Kimberli Kitchen xonim 1970-yili 2-oyning 16-kuni dunyoga kelgan. Uning kasbi advokat bo'lib, 2016-yildagi saylovda Emgakchilar partiyasidan parlament a'zosi bo'lib saylangan. U Viktoriya shtatining senatori, ya'ni Kengash palataning a'zosi edi. 13-navbatli Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi va siyosiy kengash yig'ini Beijingda ichilayotgan mezgilda Xitoy doiralari atalmish Xinjiang vakillari ichidagi Uyg'ur xalq qurultiyi vakillarining eg'izi orqali o'zining bir qancha mazkur qonunlarga tuzatish kirgizish taklifini o'ttirg'i chiqargan. Xitoyning Tangirtog' to'g'rida tarqatilgan xabarda ko'rsatilishicha Xitoyning mamlakatlik xalq qurultiyining 5-yig'iniga qatnashayotgan atalmish Xinjiang vakillar o'makidagi vakillar qurultayga 8 taklif loyihasi va 148 fikr sungan. Ular sungan taklif loyihalari ichida Xitoyning bo'lgunchiligiga qarshi turish qonuniga tuzatish kirgizish to'g'risidagi taklif, Jonghua Xalq Jumhuriyatining o'lchamlik til qonuniga tuzatish kirgizish to'g'risidagi taklif, Jonghua Xalq Jumhuriyatining vatanparvarlik qonunini bekitish to'g'risidagi taklif loyihasi qatorliq chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining diqqatini qo'zg'adi. Tangirtog' to'g'rining xabarida aytilishicha, yuqorqi Jonghua Xalq Jumhuriyatining o'lchamlik til qonuniga tuzatish kirgizish to'g'risidagi taklifni tunji bo'lib Aqsu Uchturpon noyasi imomlarim bozorida davlat tili maktabi, ya'ni Xitoy tili va madaniyati maktabini qurib Xitoy hukumatining olqishiga erishgan Qurbon Niyaz qatorliq vakillar o'tirg'i qo'ygan ekan. U taklifida Jonghua Xalq Jumhuriyatining o'lchamlik so'zlash va yeziq tili qonuni 20 yilda ko'proq vaqt yo'lga qo'yildi. Qonunni davr bilan tang o'zgartirish kerak. Davlatning o'rtaq til qonunining yetakchi ideyasini oydinlashtirib, fuqarolarning o'rganish va ishlatish jihatdagi huquqiy va majburiyatining birdakligida ching turish kerak degan.
Xabarda bölgünçilikka qarshi turish qonuniga tuzitish kirgizish to'g'risidagi taklif, Jo'ngxo Xalq Jumhuriyatining o'lchamlik tili qonuniga tuzitish kirgizish takliflarining tafsiloti haqida aniq ma'lumot berilmagan. Chet ellardagi Uyg'ur kuchlarining buning Uyg'urlarni terrorlikqa bog'lab jazolash, mutlaq qamalni kuchaytirish va uning qonuniy asosga ega qilish, Uyg'ur ona tilini yo'qotib atalmish davlat tili nomidagi Xitoychani yanada keng umumlashtirish bilan zich bog'lanishliq ekanligini mo'ljallamoqda. Xitoy doiralari navbatda Uyg'urlarni yo'qotish maqsad qilingan har xil siyosatlarni Beijingdagi ikki qurultayga qatnashayotgan atalmish Uyg'ur vakillarining eg'izi bilan o'tirg'a qo'yayotganligi ma'lum. Oldingi kuni mamlakatlik siyosiy kengash 13 navbatlik 5-yig'inida Xitoy mamlakatlik siyosiy kengash a'zosi usulchi Dilnar Abdullohning eg'izi bilan atalmish Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yish, Jo'ngxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash qatorliq taklif loyihalarini e'lon qilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qinimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin